Avvalgi postlarimizdan birida ayollar yuragi erkaklar yuragiga nisbatan tuzilishi bilan farq qilish haqida aytib o'tgan edik. Shunga mos ravishda kechadigan kasalliklarda ham o'ziga xosliklar ajralib turadi. Jumladan, 3dan 1 qism ayollarda uchraydigan infarktlarda odatda toch tomirlar toza, lekin yurakda infarkt kuzatiladi. Angiografiya tekshiruvlarida odatda yirik qon tomirlar ko'rinadi va bu qon tomir setining 5% ni tashkil qiladi. 95% mayda kapillyarlar esa bunda ko'rinmaydi. Ayollardagi gormonlarning turli xil o'zgarishlari natijasida tomir o'z elastikligini yo'qotadi va qon oqimi o'z navbatida qiyinlashadi. Natijada toch tomirlar toza ko'rinsa ham yurak sohasida infarktlar, ya'ni jarohatlanishlar kuzatilishi mumkin. Bundan tashqari, stresslarga moyillik ayollarda o'ziga xos o'zgarishlarni vujudga keltiradi. Natijada stress natijasida qon tomirlar torayadi va yurak jarohatlanadi. Ayol esa ma'lum bir etaplardan o'tib intervension kardiologning oldiga yetib kelgungacha tomir bo'shashadi, lekin yurakdagi jarohat saqlanib qoladi. Bunday holatlarda shifokorning o'z navbatida yondashuvi farq qiladi. Ayollardan esa mutaxassisga vaqtida murojaat qilishlari va o'z kasalliklariga befarq bo'lmasliklari talab etiladi. O'zingizni ehtiyot qiling, bizni kuzatib boring.